Assalamu alaikum, Şivsiyada yaşayotgan hürmetlik akalar, ukalar, hadiler, singillar. Xitoy Komünist mustamlaka alvastırları Şarkı Türkistan'da yig'ilish jazo lagerlarini echib 3 milyondan artıq qarindoshlarimizni u yerda o'ltirib, menisini yop, bolalarni tortib elib degandek oilasini, turmushini, fikrini, dinini, urf-odatini xonavayron qilayotgan shunday bir kunda Avrupa'daki nüfusluk medya vasıtaları buluplu Şivisiyanınki televiziyaları, radyoları, gazetleri künde degidek Şarkı Türkistan'da bulavatkan insan hakları defsençiligini Şivis halkıga, Şivis hükümetiga anlatıvatıdı. Biz muş münasebet bilen Şivisiya Uygur Mağarip Uyuşması sizin hareket gelip Şivisiyadaki alakadar insan hakları teşkilatı bilen, parlament azaları bilen, taşkı işler, işki işler degandek her halda Şivsiyada şu ijtimoiy jamiyatga kuch yetadigan, boshqa davlatga ta'sir ko'rsatadigan aktyor kuchlar bilan bodigeldimizni, uchrashishimizni, maslahatlarimizni kuchaytirdik. Shuningga ergashib Sharq Turkiston davosidan hozirga qadar xabar tepib boqmagan ba'zi siyosiy yo'llarga yoki xabar tepib bo'lgan bo'lsa-mu, meselenin bu dereceye berip yetkenliği Uygurların aldıda ya bilep gitiş ya tügep gitişini ibaret, iki açık yol kağallıkını ibaret bu vahşi haletini bu dereceye berip kağallıkını bilmeydiğen, onunla işenmeydiğen siyasi yollar mı, ictimai cemiyetteki adamlar mı yok emez. Şulara bilgenlerge tekrar, bilmegenlerge bir malumat olup kalsın için bugün şu Şivisiyadaki nüfuzluk teşkilat rehberleriga, parlament azalarına xat yo'llashni Uygur Ma'arif Uyushmasi boshlab etdi ve bunun bilan birga Şivisiyada yashayotgan 300 nechadan ortiq oilani shu o'zining nomidan imzosini etib, mana shunga o'xshash marksni yemlab ichiga xatini o'zi hazırlab, imzosini oxiriga etib, o'zining irodasini o'zininki oy fikrini bir Şivis puhrasi bo'lishi bilan uyat urug'larninki shunday qiyin ahvolda qolganligini yezishga da'vat qilamiz. Oldi bilan uyushmamiz o'zi boshlamchilik qilib buni bir yil bo'lganda boshlaganda, ammo bugun qattiq kuchaytirib keng qanot yordirdik. Shuning bilan birga Şivisiyadagi barliq xalq ommasini, Uyg'urning do'stlarini, Sharq Turkistonlikning do'stlarini shunday xat imza kampaniyasiga ovoz qo'shishga chaqiriq qilamiz. Mana hozir Şivisiya Uygur Ma'arif Uyushmasidan yana bo'lgan mas'ul Nijat Turg'unmi qattiq aldirash ishlayotdi. Sobiq mas'ul Ahmad Tursunmi qattiq ishlayotdi. Texnomakan Islom madaniyat markazining mas'uli Umar Mahsummi bu ish uchun ishlayotdi. Harkat bizdan, barkati Allohdan inshaalloh. Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar. Mana bu qog'ozlar hazırlanıyotidir. Bu qog'ozlar Şivsiya parlamentida yangi saylangan 349 parlament a'zosining hammasiga selinmoqchi. İnsan hakları teşkilatları, Tashqi ishlar ministrliklar, ichki ishlar ministrligidan boshqa hammaga mushqat yetib bordi. O'tgan navbatda saylanda ilgili bir bütün halkımız bilan birlikte bu qatnashda avatgan afsus onunki saylandı. Bazı parlament a'zolari almışıp ketgan bo'lishi mumkin. Vaziyatlardan nurg'un o'zgarishlar bo'lganlikdan yangi ma'lumotlar bilan yangi usul bilan yana qaytadan bütün parlament a'zolariga, hukumatga, Şivsiyadagi barliq organlarga bu xatni hazırlayapmiz. Başka devletlerge qarindoshlarning örnek elib teşkilatlar ve şahsiylar kim bo'lishini qat'iy nazar bugün Türkiye'de bazı qarindoshlarning hazırlığını ko'rdim materiallar. Hamma bilan birlikte umumiyatdagi xalq uyg'unib birlikte harakat qilsak Allah yaxshi natijalarni ato qiladi deb o'ylaymiz. Rahmat.